Shuncha domga yer topilgan nahot avtoturargoh ko'p qavatlikka Toshkent shahri topolmasa. To'g'risi, mana tadbirkor kepti. Shu Toshkent shahrini yo'l bo'yini parkovka qilar ekansan. Undan ko'ra birorta joyi sotib olib o'sha yerga ko'p qavatli qilib qo'yaver. Bu bo'yicha davlat rahbarining alohida qarori bor edi. Toshkent shahrida adashmasam 14 ta joyda ko'p qavatli avtoturargoh qurish masalasiga alohida qaror qabul qilingan. Va ular asosiy markazda bo'lishi kerak. Markazda, metrolardan chiqishda, shaharga kiraverish joylarida. Kechagi kundagi bo'lgan voqea, Oybek metroning Oybek ko'chasi. O'sha yerda chizilibdi. Yo'l u svetofor bilan bu svetofor oralig'i 200 metr. Bir dona turibdi mashina. Maqsad yo'lni tartibga solish. Bir dona mashina kelyapti, 4 ta liniya kelyapti. O'sha bitta mashinaga kelib turgan joyda liniya 3 ga bo'linyapti-da, yana qaytib 4 bo'lib ketyapti. Bir dona mashina uchun. Uni yonida eng qizig'i A polasi turibdi. Endi bu qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi? To'g'risi bu yerda biz Toshkent shahri deyapmiz-da, deputat sifatida, fuqaro sifatida ham aytish mumkin. Bu hozir Toshkent shahrida bo'ldi. Ertaga hech qanday garantiya yo'q. Bu ertaga Namangan viloyatida yo Andijon viloyatida yo Samarqand yo boshqa joyda boshlanmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi.